Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men oilam jannatim degan bir yurish darsimda birinchi bo'lib oilaning islomdagi o'rni haqida so'zladim. Ikkinchi darsimda oila qurishning, to'y qilishning naqadar katta ajr, savobliq ish ekanligini so'zladim. Hamda bu to'y qilish uchun yigitlarimiz qiz tanlash kerak, qizlarimiz o'g'illarni tanlash kerak. Dinimiz oilaning sog'lom bo'lishini, inoq ittifoq bo'lishini targ'ib qilganlikdan shundoq oila qurish uchun cho'qim yigitlarimiz qizlarni tanlab olish kerak. Yigitlarimiz qizlarni qanday tanlaydi degan temada ikki dars so'zladim. 5-darsimda qizlarimizmi yigitni qanday tanlaydi, o'zi tegmoqchi bo'lgan yigitlarda qanday shartlar tepilish kerak bu haqida so'zladim. Bugunmi mush oila aloqador darsimni so'zlayman. Bu darsmi mush tanlashda yanil ehtiyotchan bo'lib, mush oilaning vayron bo'lmasligi, bolalarning yetim bo'lmasligi uchun yana bir tushunib olish tegishlik muhim bir tema ustida to'xtalamiz. İnsanlar nima deb to'y qildi? O'g'illar nima deb o'ylandi? Qizlar nima deb aytdi? Psixologiya olimlar deydi, insondagi har bir harakat cho'qim bir turtkining ta'siridan bo'ldi. Cho'qim harakat insonning ko'nglidagi bir muddao maqsadninki natijasi deydi. Masalan, mening qo'sg'imasa oshxonaga berib bir narsa tomoq oshxona tarafga mangma, oshxonaga kirib bir narsa yeyman. Mening mush oshxonaga berish jarayonidagi harakatimninki turtkisi nima desa, ochliq yoki usuzlik. Undaqda insonlarning to'y qilishdagi muddao maqsad nima? Chunki muddao maqsad insonning harakatiga ajoyib ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun to'y qilmoqchi bo'lgan qiz yigitlarimiz qarshi tarafning to'y qilishdagi muddao maqsadini cho'qim bilish kerak. Yigit uylanmoqchi bo'lsa, o'zi to'y qilmoqchi bo'lgan qizning to'y qilishdagi muddao maqsad nima? Buni bilish kerak. Qizlarimizmi tegmoqchi bo'lgan vaqtida cho'qim tegmoqchi bo'lgan yigitning to'y qilishiga turtki bo'lgan omil nima? Nima deb necha yuz qizlarning orasidan ash qizni tanlab oldi? Buni bilish kerak. Hamda muddao maqsadni bilgandan keyin, meni u yigitning to'y qilishga muddao maqsadni bilgandan keyin, qiz taraf shu muddao maqsadning hosil bo'lish sharoitini yaratsa, bu yigit nayati o'zining to'y qilganligidan xo'shal his qildi, baxtli his qildi. Shunday qilib yigitmi shu? O'zi ammoqchi bo'lgan qizning to'y qilishdagi muddao maqsadni bilib, shu muddao maqsadning hosil bo'lish uchun yigit tirishchilik ko'rsatsa, u qizmi o'zining nayati yaramliq, o'zi arzu qilgan bir yigitga yotliq bo'lganligini his qilib, nayati baxtli bo'ladi. Shu islom tarixida bir katta olim o'tgan. Bu odamning ismi Qozi Shurayh deb ataldi. Ali raziyallohu anhuning davrida qozi bo'lgan, 70 yil qozi bo'lgan bir zot. Bir kunsi bir katta olim qishga kelib so'radi. Oilang qandoq? Turmushing qandoq deb savol so'rash jarayonida bu odam dedi, alhamdulillah meningki ahvolim bak yaxshi, oilam bilan ahvolim yaxshi, chunki men ayolim bilan to'y qilish 20 yil bo'ldi, bir qatim qizirishmoqman deydi qarindoshlar. Shuning bilan bu olim hayron qilib, bu qanday gap desa, men shu
bir kız bilan uylandim. Uylanıp şondan to'yimiz bo'ldi. Hujrimizga kirdik. Şondan ben sünnet boyunca taharet edip 2 rakat namaz o'qidim deydi. Qarasam men olgan qizmi, men olgandek shundoq bir yaxshi taharatni elib, men o'qgandek namozni samimiy 2 rakat namoz o'qibdi, ko'nglim bir xil xo'sh bo'ldi deydi. Şundan bilan yana sünnet boyunca hamda şu ammoqchi bo'lgan qizning to'yqan akşamı peshonasiga qo'limizni qo'yib turib o'qiydigan bir duo var. Şu duoni o'qaydab shunda qo'limni uzatsam, palani azroq gapim bor. Gapimni angla dedi. Nima deydigan desam bu qiz rasmiy ashno nutq so'zlagandek alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasululloh deb rasmiy bir so'zni boshladi. So'zida palani. Hamda Allah ikimizning rizqini qo'shibdi. Hamda sening tuqqanlaring ichida, sening qabilang ichida sana mas nurg'un qizlar bo'lishi mumkin. Lekin Allah meni sang nasib qildi. Meningmi o'zimning tuqqanlarimning ichida, o'zimning qabilasining ichida men maskagidek nurg'un yigitlar bordi. Lekin Allah ikimizning rizqini bir yoqqa qo'shibdi. Sen men nisbatan yat, men sana nisbatan yat. Chunki ikkimiz mushundaq tuqqanlarni tanishishdan to'y qildik. Shuning uchun ikkimiz bu turmushni boshlashdan burun mening sendan bilib oladigan bir natijalarim bor. Sen nimani yaxshi ko'rsan, nimani yomon ko'rsan, mening qaysi qo'shnilar bilan aralashib, qaysi qo'shnilar bilan aralashmaydiganini yaxshi ko'rsa, deb bu odamning nimani yaxshi ko'rdi, nimani yaxshi ko'rmaydi, o'zining ayolining qandoq ayol bo'lishini orzu qildi. Mushaqda bir necha savol so'radi mendan, shunga menmi rasmiy bir ayolga uchratdim, alhamdulillah, aqli hajab joyida ekan deb. Hamda siz bu nurg'un savollarni qo'ydingiz. Agar siz mushu savollar bo'yicha men deb bergan bo'yicha turmush qursangiz, men nima degan baxtlik, sizmi nima degan yaxshi ayol. Agar og'zingiz deb qo'yib amal qilmay so'rab qo'ygan bo'lsangiz, ma gapingiz o'zingizning ziyniga mangdagan gap deb, men tamoqdan manda tamoqni yaxshi ko'raman, tuqqanlardan manda tuqqanlarni, tuqqanlarim bilan manda yaxshi ko'raman, qo'shnilarim bilan palon bilan aralashgan, palon bilan aralashmoq chunki palon yaxshi odam, palon yomon odam deb, o'zimning to'y qilishga maqsad, o'zimning kelgusi ayolining qandoq bo'lganligini dedim deydi. Shunda qilib biz 20 yil bo'ldi, ayolim shu men yaxshi ko'rgan ishni qildi, yomon ko'rgan ishni qilmaydi, shundan qizishib baxmidiq degan qarindoshlar. Bu Shurayh qozining 20 yillik ayoli bilan o'tgan hayoti mushuna bilan boshlangan. Ama shuning uchun bugungi darsimizdagi muhim 2 nuqta bor. Birinchi nuqta. Mushu qiz taraf bo'lsin, o'g'il taraf bo'lsin, o'zining mangulik hamrohining to'y qilishdagi maqsad nishonini, muddaosini bilib, shu muddaosining hosil bo'lishiga tirishishimiz kerak. Agar undaq bo'lmaydi ekan, masalan, yigit o'zining to'y qilishdagi muddao maqsadiga erishamasa, qanday qiladi? Tuxumdan tukundirib, yo'q yerdan putumoq tepib, xolab xolamay oilada bir xil ko'ngilsizlik paydo qiladi. Qizlarmi shunday? Çoqum qizmi to'y qilishdagi muddaosidan, to'y qilishdagi maqsad nishonlari bilan, mana to'y qilishi turut qo'ygan ish bilan to'y qilgandan keyin bu yigitdan bu narsani topolmasa, oiladan bu narsani topolmasa, yo'q yerdan putoq chiqarib, tuxumdan tukum mindirib degandek, oilada bir xolab xolamay ko'ngilsizlik paydo qildi. Shuning uchun ikki taraf, qarshi tarafning to'y qilishdagi muddao maqsadini bilib, shuning hosil bo'lishiga, shuni qondirishga biz tirishishimiz kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi bugungi darsimizdagi muhim masala, endi to'y qilishda cho'qim bir muddao maqsad bo'ladi dedik. Chunki insonning har qanday bir ish harakati bir nishonsiz, maqsadsiz bo'lmaydi qarindoshlar. Endi nurg'un yigitlarimiz mana to'y qilishdagi maqsad nishonlari to'g'ri bo'lmagan bir maqsad nishonlar bor. Biz bu vaqtda to'xtalamiz. Endi qizlarimizmi shunday? Qizlarimizmi to'y qilishda to'y qilishdagi maqsad nishonlari amaliyatga uyg'un emas, aqlga sig'maydi, reallikdan bak yiroq nishon maqsadlarni qilib oladi. Shundan to'y qilgandan keyin
qarab baqsa, u o'zining orzu armonlari bilan reallik bek jiroq turgan. Undan keyin ko'ngli og'riydi. Ana bu dars nima deydi desa, mayli qiz bo'lsin, mayli yigit bo'lsin, to'y qilishdagi muddao, maqsad, nishonlari reallikqa uyg'un bo'lishi, aqlga sig'ishi, amaliyotga yaqin bo'lish kerak. Undaq romantik xiyoli cho'ng g'oya nishonlarni kallangizga qilib olmang. Nima ish qiladigan chog'da masalan bir tijoratchini olaylik. Voy biz tijorat sherikuli deb bir sherikni chaqirib, voy 100 ming qo'y qo'ysang 50 ming qo'y foyda chiqadi bir yilda deb buni tijoratga so'rab akiribdik. Yil oxirsida tijoratdan foyda olsak, ya 500 qo'y, 1000 qo'y foyda chiqsa, chuqum asherik xaf bo'ldi. Nima uchun tijoratni qilishdan burun uning orzu armonlari 50 ming qo'ydi. Tijorat qilib reallikda qanday bo'ldi? 5 ming qo'y yoki 2 ming qo'y foyda olsa, ko'ngli xaf bo'lgandek, qiz yigitlarimiz mana to'y qilishdiki orzu armonlarini aqlga uyg'un, muvofiq, reallikka yaqin holatda mundaq tasavvur qilsa, ko'ngli og'irmaydi. Mana bu darsning muhim ikki nuqtasi shu. Hamda bu to'y qilishdagi asosliq maqsad nishon, ya'ni yigit qizlarimizning to'y qilishiga turut qo'ygan muddao nishon 6 xil bo'ldi. Har qanday bir insonda mush 6 xil turutkining hammasi tepilishi mumkin. Ba'zilarda 5 tepilishi mumkin, ba'zilarda 4, ba'zilarda 3, ba'zilarda 2, ba'zilarda 1 so'sim tepildi. Bu nishonsiz kishilar to'y qilmaydi. Uning birinchisi qarindoshlar, birinchisi nima desanglar, diniy turutga ostida to'y qilish. Ikkinchisi ijtimoiy turutga ostida to'y qilish. Men buning hamma tafsilotini deb beraman. Uchinchisi jinsiy turutga ostida to'y qilish. To'rtinchisi nasl qoldirish turutga ostida to'y qilish. Beshinchisi bir psixik ehtiyoj zaruriyatidan to'y qilish. Oltinchisi har xil muddao nishon maqsad bilan to'y qilish. Mush doirasidan chiqmaydi endi. Men inshaalloh bu vaqtda hammasini tafsili sizlarga bayon qilib beraman. Nurg'un yigitlarimiz mush diniy turutkining turutkisi bilan to'y qildi. Qizlarimizmi ham shunda. Chunki ular biladi. Qur'on o'qigan vaqtida va ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum degan oyatni o'qiydi. Sizlar o'ylanmaganlarni o'ylab qo'yinglar, to'y qilib qo'yinglar degan oyatni o'qib, dinimizning bu to'y qilishga rag'batlantirganligini bilib, Rasul sallallohu alayhi va sallamning ya ma'sharash-shabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ey yoshlar guruhi, sizlarning imkoniyatingni yorbas to'y qilib olinglar degan bu hadisni bilganlikdan dinimiz to'y qilishga rag'batlantirdi ekan. To'y qilaylik deb, mana to'y qilgandan keyin nurg'un harom namahramlardan saqlandi, namahram gaplarni anglashdan, ko'rishdan saqlandi. Dini mukammallashdi. Mushu sabablar bilan bular to'y qildi. Nima uchun? Chunki to'y qilish yer sharidagi Allohning qonuniyati. Payg'ambarlarning sunnati. To'y qilgan odam Alloh subhanahu va taolaning buyrug'iga itoat qilgan bo'ladi, Rasulullohning sunnatiga ergashgan bo'ladi. Mushu sababli nurg'un mu'min, musulmon, yosh qiz, yigitlarimiz to'y qiladi. Bu diniy turutk bilan to'y qilmoq deymiz. Hamda bu diniy turutk ostida to'y qilgan qarindoshlarimiz har qanday bir ishda to'y qilishdan burun, to'y qilish jarayonida, to'y qilib oila qurgandan keyin butun ishlarda ko'z oldiga Allohni qo'ydi qarindoshlar. Hamda Alloh subhanahu va taolo bir insonni bir insonga o'xshamaydigan qilib yaratdi. Har bir insonda shu insonga shu insonningki o'ziga xos bir xulqi, mijozi, xarakteri, axloqi, ko'z qarashi, moyilligi, tafakkuri bor. Shuning uchun men bir qizni olmoqchi bo'lsam, u qizningki tafakkur qilishi, kelajagi bo'lgan plani, ko'z qarashi men bilan o'xshab ketishi mumkin emas. 100% o'xshashi mumkin emas. Anda bo'lgan ekan, mayli qiz bo'ling, mayli yigit bo'ling, shu haqiqatni tushuningki, siz tagmoqchi bo'lgan, siz olmoqchi bo'lgan juftingiz mumkin emas. 100% sizga tafakkur qilish, masalalarga bo'lgan qarashi, kelajagi bo'lgan plani, o'ylishi sizga o'xshab ketmaydi. Chunki Allah
uni u sizni siz meni men qilib yaratdi. Shu bir-birimizga o'xshamay, hammamizni o'zimizga xoslik bo'lganlikdan bir-birimizdan farqlanib turamiz. O'xshash bo'lsak, bir qandoq sizni men sizni degan bo'ladi. Shuning uchun endi bunda deyishimdagi maqsad, endi oila qurgandan keyin mush o'xshashmaslikdan, mijoz xarakterining, qarashning o'xshashmasligidan oilada bir xil cho'qim datalash, cho'qim bir ziddiyat chiqishi turganligi. Endi men dedim, diniy turtki asli to'y qilganlar cho'qim ko'z oldinglar Allohni qo'yinglar deganim, mana mushunda chaqlarda biz Allohni ko'z oldimizga qo'ysak, oiladagi ixtilof tugaydi qardash. Ixtilof bo'ladi, lekin bu ixtilof datalashqa, oilaning buzilishiga, urush jangi jiddilik olmaydi. Nima uchun? Bir mu'min musulmon buni tushunadi. Alloh subhanahu va taoloning o'xshash yaratmoqligini tushunadi. Bir-birimizga hurmat qilinglar deganini biladi. Shuning uchun qarindoshlarimiz mush masalaga diqqat qilish kerak. Masalan, ayol bir ishni yaxshi ko'rdi ekan, er yaxshi ko'rmaydi ekan. Ayol qanday qilish kerak? Masalan, ayol davomli og'ayni qiz do'stlari bilan sayohat qilishni yoki bir yerda o'tirib tomoq yeyishni, o'zaro berib kelib qilishni, shuni ko'p qilishni yaxshi ko'rdi ekan. Er bo'lsa buni yaxshi ko'rmaydi ekan. Ayol nima deyish kerak? Men bu masalani erim bilan chiroyli paranglashman. Agar kunlarning o'tishi bilan yo'ldashimning qalbida o'tib qolsa, bu ishni qilaman. Bo'lmasa, o'zimning nafsiga jugan selib, hayverib, erimningki rizoligi uchun. Chunki erim rozi bo'lsa, Alloh rozi bo'ldi ekan, men uyimning xotirjamligi uchun bu ishni voz kechishman deyish kerak. Dal aksicha arnim deb o'ylash kerak. Alloh subhanahu va taolo buning xarakterini shunday yaratibdi. Qilayotgan ishi agar Qur'on, hadisga, shariatga, axloq xilof bo'lmasa, men xohlamsam qismayla emasmi? Chunki u o'zguchilik odam, o'zguchilik xususiyati, xarakteri, o'zguchiligi bor emasmi? deb Alloh rizoligini ko'z tutib turib, bir-biriga yo'l qo'yish kerak. Chunki bizda to'y qilish maqsad Alloh rizoligi deb to'y qildik. Hamda mushunda bo'lgan vaqtda qarindoshlar, masalan, mening oilada uchun tatgan jafolarimning hammasi, tapgan pulim, chapgan ketminim, qilgan tijoratim, uxlamay mush oila uchun tirishqanligimning hammasiga Alloh ajr urdi. Hatto ayolimning og'ziga sep qo'ygan tamoq ajr urdi, epbergan kiyimga ajr urdi, yuzgan hammasiga Alloh ajr berdi, ham ajr berdi degan hukm bo'yicha yashasa, ayolmi mening erimni kulimsirab kutib olganlarim, piyolasiga choy qo'yganlarim, tartib suv olganlarim, bolalarni yaxshi tarbiyalaganligim, oilani bir yaxshi qarg'anligimga Alloh menga mujohidlardek, Alloh yo'lida pul xarjlagandek mushtaq katta ajrni berdi, ham berdigan ras. Mushu hukm bilan mushunda oila bo'lsa, bu oila bir malaiki, farishtalarning oilasidek oila bo'lib ketdi qarindoshlar. Shundoq bir yaxshi kayfiyatli, baxtli oila bo'ladi. Bu oilaga Allohning rahmati yog'adi. Bu oilaga Alloh inoqlik beradi. Bu oilada muhabbatga to'lgan bir oila bo'ladi. Uning aksicha yigitninki to'y qilishga turtib qo'ygan narsa din ekan. Qizning to'y qilishga turtib qo'ygan narsa boshqa bir muddao ekan. Mana bu yerda chatoq chiqadi. Shuning uchun sizning to'y qilishdagi maqsadingiz diniy bo'lsa, muddao to'y qilish turtib qo'ygan ish din bo'lsa, qarindoshim, buni chuqum o'zingizning ayoliga, yo'ldoshiga buni eskarting. Buni dang. Bunda bo'lgan vaqtida hatto oila ittifoqi dedi. Bizda bu darsni so'zlashki maqsad ikki taraf birisining to'y qilishdagi muddao maqsadini o'qib, shuni hurmat qilib ittifoq oila qursin dedi. Agar to'y qilishdagi maqsadi diniy muddaosi, ya'ni to'y qilish turib turgan masala din bo'pti, lekin ojizkan, suskan. Aslidan buni qilsam anda sabab bo'ldi, Alloh ajr beradi, oilamiz barakatli bo'ladi, oilamiz inoq bo'ldi deb bir-birimizni eslatishimiz kerak. Har qanday bir ishda Alloh subhanahu va taolani ko'z oldimizga qo'yishimiz kerak. Bu to'y qilgandan, oila boqqandan, bola boqqanning ajrining kattaligini kallamizning kat qo'yib qo'ymasligimiz kerak qarindoshlar. Buni haqiqat. Men to'y qilishning ajri savob degan darsda buni so'zlab qoldim. Shuning har bir qarindoshlarimiz mush masalaga uning agar bunda bo'lmaganicha bu oilada datalash tugmaydi. Bu oilada Allohning barakati bo'lmaydi. Bu oilada inoqlik bo'lmaydi. Bu oilada bir muhabbat bo'lmaydi.
Biz maqsadimiz nima? Darsni so'zlashdik maqsadimiz nima? Birinchisi Alloh rizoligi, ikkinchisi bir mu'min musulmonga loyiq baxtli bir oila qurish. Buni oldindan mush masalalarni tushunsak, qarshi tarafning qarishiga hurmat qilsak, qarshi tarafning xususiyatiga hurmat qilsak, oilamiz naydi baxtli bo'ladi. Nurg'un yigit qizlarimizning to'y qilishiga turtki bo'lgan yana bir omil bo'lsa, mash ijtimoiy turtki. Hamda bu ijtimoiy turtki deganimizda, masalan, bir yigitning yashi to'y qilishdan eshib 30-40 kirib qoldi. Yoki qizlarimizmi to'y qilish yashidan eshib 25, 30, 35 ga kirib qoldi. Ana bunda chaqda mayni qo'shni qulimlardan, tonish bilishlardan, yaqinlardan pichir gaplarni anglab qolamiz. Voy bu nima deb to'y qilmaydigandi? Hozir to'y qilmas sabab bira kesilvamidi? Zodi nima ishvadi? Nima deb to'y qilmaydigandi deydi. Endi bu qiz yigitlarimizning ota-onasimi jamiyatning besimi uchraydi. Ham o'zining farzandlarining bir oila qurib xotirjam balaliq bo'lishni, buni ko'rib bu dunyodan ketishni har qanday bir ota-ona arzu qiladi. Mana bir tarafdan ota-ona, bir tarafdan jamiyatning besim bilan nurg'un yigit qizlarimiz bo'ptilar, to'y qilib qutlaya deb mandaq to'y qilgan ahvollar bo'ladi. Bu normal ahvolda bir normal ish, bir ayib emas. Jamiyatning turksasi to'y qilsak bo'ladi. Endi mushu jamiyatning turtkisi bilan turtkining sababi bilan to'y qilganlar diqqat qilishlik muhim bir masala bor. U bo'lsin nima? Endi asli bu qiz yigit bir qizni bilan to'y qilibdimiz. Yoki bir qiz bir yigit bilan to'y qilibdi. U yigitning to'y qilishidagi maqsad ijtimoiy besimning turtkisi to'y qilibdi. Demak, o bala mush ijtimoiy aloqada, ijtimoiy turmushda mush ijtimoiylik ko'ngil bo'ldi degan gap. Anda bo'lgandan keyin, masalan, bu yigit mush ijtimoiy ishlarda ayollarni ma'lum bir tarafga yetaklashi mumkin. Chunki ijtimoiylik bek ahamiyat berdi bu yigitning xarakteri shu. Masalan, onun ayolning o'zining qo'ldan tutib, shashani aylandigan, ya sorunda bir shariat xilop bo'lmagan sorunlarga boradigan, nega bas ayolni evaldigan, ish qilib yigit o'zi yaxshi ko'radigan bir ijtimoiy munosabatga ayolini tang berishni, ayolning o'zi bilan tang mushujatda masni yaxshi ko'radi. Bu chaqda mush qiz iri shu qizni yomon yo'lga, shariatga xilof, axloqqa zid yo'lga boshlamasa, erining mush muddao maqsadini amalga oshirish kerak. Shundaqla, masalan, eri bu ayoldan palani insonlar yaxshi emas, axloqi nachar, ondan ijtimoiy aloqa qilma desa, qilmaslik kerak. Yani mush yigitning ijtimoiy aloqador ishlarda nemini yaxshi ko'rdi, nemini yomon ko'rdi, nemishlar degan qatorliq ba'zi ishlarni qiz shu yigitningki qarishiga hurmat qilish kerak, shariatga, dinimizga xilofli bo'lmasa. Shundaqlam erlarmi mushundaq ijtimoiy besim asli to'y qilgan qizlar bilan to'y qilib qolsa, agar shu qizning to'y qilishiga shundoq bir narsa turib ko'p to'y qilgan bo'lsa, bu qizning bu xarakteriga hurmat qilish kerak. Masalan, bu qiz odatda shundoq ijtimoiy aloqada do'stlar bilan berib qilish, uylarga mehmon chaqirish, kollektiv mehmonga berish degandek mushlar ekan. Agar bu ishlari shariatga xilof holatli bo'lmasa, buni yo'l qo'yish kerak. Masalan, qiz kollektiv sayohat qilishni yaxshi ko'rdi ekan. Buni yaxshi ko'rmaydi ekan. Endi mush sayohat qilishi bir insoniyatga foydali, dinga foydali ish bo'lsa, ermo azroq yo'l qo'yish kerak. Nima uchun? Chunki shariat xilof ish qilmadi. Asli bu qiz mushunaq ijtimoiy besim asli to'y qilish, mush ijtimoiy ish kelgancha mushni yaxshi ko'rdimdi. Bizning demoqchi bo'lganimiz mush taraflarda ayollar mushni tushunib, to'y qilishdagi muddao, nishon, maqsadlarini tushunib, mush holatda to'y qilgan vaqtida bu oila baxtli bo'ladi. Mushni tushunish kerak demoqchi qarindoshlarimiz.
Ammo nurg'un qiz yigitlarimizning to'y qilishiga turtki bo'lgan 3-sabab bo'lsa jinsiy turtki. Allah subhanahu va taala qiz yigitlarimizni yaratgan vaqtida o'g'illarning qizga moyil bo'lishdak, qizlarimizning erlarga, yigitlarga moyil bo'lishdak xarakteri bilan yaratdi. Har qanday bir sog'lom yigit o'zida qizlarga moyillik degan bu bo'lmasa, yoki qizlarimizda, sog'lom qizlarimizda yigitlarga moyillik bo'lmasa, demak doktorxonaga berib davolanish kerak. Allah subhanahu va taala bizda bu xarakterni yaratdi. Allah qiz yigitlarda bu shahvatni qildi. Lekin buni to'g'ri yo'l bilan hal qilishning chorasini bizga deb berdi. U bo'lsa-mu halol nikohlanish, halol to'y qilish. Agar qizlarimiz to'y qilgandan keyin erlardagi bu badanning fiziologik ehtiyojini qondirishdan bosh tortadi ekan, Allah subhanahu va taolaning bu xildagi ayollardan norozi bo'lganligi hadis sharifda bayon qilindi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Ayyuma imra'atin batat muhajiratan firashi zawjiha la'anathu al-malaika hatta tusbih" deydi. Bir ayol erining yotqonni tashlab uxlabdi deydi. Bunda deganlik, ya'ni eri bu ayoldan kushk talab qilsa, ya'ni o'zining ehtiyoji uchun talab qilsa, bu ayol Alloh qandaqdir banasa ko'stib, buningga unimay uxlab olsa, tong'atqichilik farishtalar bu ayolga la'nat o'qiydi degan. Chunki o'zining bu fiziologik ehtiyojini ayoli orqali qondiramasa, balki o'ng tarafga, balki so'l tarafga qalaymiqan yo'lga dasab qilishi mumkin. Shuning uchun Allah subhanahu va taala hatta ayollar ba'zi nafli ibodatnimi mush erlardan so'rish kerak. Masalan, ayollar nafli ro'za tutmoqchi bo'lsa, so'rish kerak degan mush shu. Chunki bu ayol nafli ro'za tutaman desa, erning bu ayolga ehtiyoji bo'lib qolsa, qanday qildi? Shuning uchun hatta erning mush ehtiyojidan chiqish ayolga nafli ro'za tutqandimi bak savobli ish bo'lganligini Rasululloh hadislar degan. Bir kunsa Asma onamiz Rasulullohning qishiga keldi. Ya Rasululloh, men ayollarning vakili. Ya'ni mening degan gapim butun ayollar degan gapi. Biz deymiz, g'alabanar rijal deydi. Erlar bizning oldimiz o'tib ketdi. Qanday oldimiz o'tib ketdi? Jamoat bilan namoz o'qish, jumaga qatnashish, Alloh yo'lida jihad qilish va Alloh yo'lida pul mal xarjlash bilan erlar bizning jiq oldimizga o'tib ketdi. Biz qanday qilamiz ya Rasululloh debdi. Rasululloh: "Ey Asma, siz qaytib berib ayollarga shundab qo'ying. Sizlarning biringlarning erlarga yaxshi ayol bo'lishi mushuning hammasiga barobar" dedi. Ya'ni ayollarning erlarga yaxshi ayol bo'lishi Allah yo'lida qilingan jihatning, Allah yo'lida qilingan pul xarjlashning, jamoat bilan namoz o'qishning va juma o'qishning savobi yaxshi ayol bo'lish ashning hamma savobga erishtirdi dedi qarindoshlar. Shuning uchun ayollarimizning bu jihatda diqqat qilish kerak. Chunki ba'zi erlarning fiziologik ehtiyoji va mush ishdan mushni halol yo'l bilan hal qilaman deb to'y qilish turtib qo'ygan bu ish mush shu. Anda bo'lgan ekan ayollarimiz erlarningki yoki undaq yoki bunda xato yo'lga kirib qolmasligi uchun buningga diqqat qilish kerak. Hatta Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday dedi: agar ayol kishi tunur ustidan noyiqayotgan bo'lsa, ya'ni shundoq oldirash ish qilayotgan bo'lsa, eri meningki ehtiyojim bor deb qolsa, darhol erining gapiga unusin. Bizda da qarindoshlar, bu Alloh subhanahu va taolo insonda bu fiziologik ehtiyojni qildi. Buni qilgan ekan, Allah subhanahu va taolo buning halol nikohlanish yo'llarini hal qilishni qilgan ekan, ayollar mushni qilsa, jihad
qanning yaxshi ayol bo'lsa, nurg'un ajr savob, namzuq jamoatlar namzuqan, juma namzuqamning savob bo'ldi deyishi, Allah bu insonni o'zi yaratdi, insonning xarakterini o'zi tushundi. Erlarning mushunga ehtiyoji borligini, ayollarning mushunga ehtiyoji borligini tushungachga, ayol kishi tunini ustida bo'lsa-ma, erninki bu ehtiyojini sen qondirishdan bosh tortma deydi. Mushunning o'zini ibodat deydi qarindoshlar. Mushunning o'zini ibodat deydi. Chunki Ummu Darda onamiz, hammamiz bilamiz, Abu Darda radhiyallohu anhu dağlıq sahabi. O'zining tuzumay, arvang sarvang kiyim kiyib, chachlarini taramay yurganligini ko'rib birsi, Ummu Darda sang nima bo'ldi desa, voy bu Abu Darda ya'ni erimning ayollarga ehtiyoji yo'q. Ayında kech namoz o'qishidan kunduz ro'zsan o'tida shuning uchun mashta yurma debdi. Bu ish Rasulullohga yetdi. Rasululloh yetib, Rasululloh Ummu Darda onamizni chaqirib, siz kiyimingizni ratlik kiyin, o'zingizni o'ngshab yasha deb, ya'ni o'zini o'ngshashga buyurdi. Demak, Rasululloh buyurgan ish yaxshi ish, ibodat demakchi. Abu Dardani chaqirib, sening ustingda Allohning haqqi bo'lgandek, ma badaningning haqqi bor. Badaningning fiziologik ehtiyojini qil demakchi. Badaningga yaxshi kay, yaxshi ya, yaxshi juyub ayollarning bilan birga bo'lib, badanning ehtiyojini qil. Ayollarning sening haqqi bor. Allohning haqqini qanday ado qilsang, ayollarning haqqini ado qilishing kerak. Deb Rasululloh Abu Dardoga bu gapni qildi qarindoshlar. Shuning uchun ba'zi ayollarimiz va bir necha kun dadisining uyiga ketib oldigan, bir necha kun birga ketib olib, voy yeydigan tamoqni atayoq qo'ydim, kiyimlarga dazmol solib esib qo'ydim, hamma ish joyida deb bu hayotlik bo'la emas qarindoshlar. Ma fiziologik ehtiyojni o'ylashimiz kerak. Shuning o'xshash yigitlarimiz ham shundoq. Uyni hammas tayyor, yeydigan tayoq qilib, ishdigan tayoq qilib, kecha-kechalab uy kirmaydigan, safarga chiqib bir necha oy safardan kelmaydigan mundaq ahvollar bor. Shuning Umar roziyallohu anhu hatto jangga ketgan askarlarning 4 oyda bir qatim oilasiga qaytib kelishini buyruq qilgan. Hamda Duduq qarindoshlar, biz buni e'tirof qilmay bo'lmaydi. Bu Allah bizda ayolda erlarga moyillik yaratgan. Hatta men bu turmuşumda nurg'un ayollarning shikoyatini oldim qarindoshlar. Ayollar tilpullarda o'zining erlarining tarafdan faqat erlar o'zini o'ylab, ayolni o'ylamaganligi, erlar o'zining nafsini o'ylaydiganligi, ayollarning buningga bir ehtiyoji borligini o'ylamay, o'zining ishi bo'lsa, mushtaq bir erlardan ayollarning bizar bo'lib, o'zining ajr shikasi bo'lamdi, bo'lmam degan fatvolarni so'rab kelganlar bor qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo bizga mushu haqdimi Qur'oni Karimda bizga mushu haqdan bizga axloq yo'llarni o'rgatdi. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum faqaddimu li anfusikum deb ayollar xudislarninki ziroat teradigan yerga o'xshaydi, ekinzorlik o'xshaydi. Shuning uchun Alloh harom qilmagan holatda qandoq ayollar bir-biringlardan huzurlansanglar bo'ladi deb bo'lib, erlar sizlar mush jinsiy munosabatning oldida bir muqaddimasini qilinglar deb mushni o'rgatdi Qur'oni Karim. Ya'ni kiliblam o'zingning ishini qiliblam ketmay, ayollar degandan-ki bu turmushda tatliq gaplarga, tatliq so'zlarga, romantik bir kayfiyat, romantik bir muhitga muhtoj. Bu ayollarning psixikasini, ayollarning ahvolini tushunib, ayollarning bu jihatdagi tashnoligini, bu jihatdagi moyilligini erlarning qandırıp dikkat qilishni Qur'oni Karim mushjatimi qaddimu li anfusikum muqaddimasini qildaydi. Nurg'un erlar o'zini o'ylab, o'zining bir nafsini, o'zining ehtiyojini chiqilib ayollarni xuddi bir uydagi bir ash'arninki ehtiyojini chiqadigan bir uskundan qatorda ko'rdigan manda ahvolar. Bu bo'lmaydi qarindoshlar. Chuqum ayollarga erining ehtiyojini chiqmay uxlab qolsa farishtalanat qilgandek, erlarmi o'zini o'ylab, ayollarni bu jihatdan faqat o'ylamaylam, bunda qilsa bu erlarga
Allohninki rahmati yog'maydi, balkim Allohning g'azabiga uchraydi. Balki ayolning boshqa har xil o'ylab, balki mush ayolning xato yo'lini qilishga arsa bo'lish mumkin. Shuning uchun buni diqqat qilish kerak. Endi bu masaladagi muhim masala bo'lsa, faqat mushu jinsiy ehtiyojini qondiruvchilik to'y qilish bu bo'lmaydi qarindoshlar. Bu bir hayvoniy xislat. Bizda bu diniy yoki ijtimoiy boshqa tarafni o'ylamaylam, mushunda da bir to'y qilsak, statistikaga asoslanganda mushunda to'y qilganlarning 90% ning uyi vayron bo'lgan qarindoshlar. Chunki turmush jinsli emas. Turmush bula emas. Hayotlikda insonlarningki boshqa muhabbat, sevgi, bir-birini qadrlash, bir-birini hurmatlash, yaxshi oila qurish, yaxshi farzand tarbiyalash, bir ma'naviy turmush bor bu yerda. Hammani buning qartib olgan oilalar vayron bo'ladi. Buni yaxshi tushunishimiz kerak. Endi bu darsimizning asosli temasi yana kelib, qarshi tarafning to'y qilishdiki to'y qilishiga turtki bo'lgan omilni tushunib, bu omilning amalba amalga ish uchun qarshi taraf, ya'ni hamrohi tirish kerak dedik. Mana muhim nuqtamiz shu. Shuning uchun ayolning mushu jihatdagi ahvolini yaxshi tushunib, shuning hosil bo'lish uchun biz tirishchilik ko'rsasak, oilaning xotirjam, baxtli o'tishiga nihoyat zo'r foydasi bor qarindoshlar. Yana mushu qiz yigitlarimizning to'y qilishiga turtki bo'lgan 4-turtga omil bo'lsa, nasl qildirish. Endi hammamiz bilamiz, insonlar o'zininki mush dunyoda xotirjam yashashni orzu qiladi. O'zining mavjudligini yaxshi ko'radi, o'zining mavjudligining xotirjam bo'lishini yaxshi ko'radi, o'zining hayotining uzun-o'sizlik davomliligini yaxshi ko'radi. İnsanlarning hayotining davomlashishi uchun avlod farzand qoldirish kerak. Endi bu farzand qoldirish ayolda o'xshash bo'ladi. Ya'ni bu bir xil insonning vujudidagi bir arzu. Shuning uchun farzand yo'q oila osonlan vayron bo'ladi. Bo'libmi onalarning ona bo'lish arzusi bak yuqori bo'ladi. O'zining endi bir umoq tatliq bo'lib bolasi ana apa desa yuraklari yayrab ketadi. Hatta şu balla tarat qilsa, mening balam bak tatliq umoq tarat qildi deb shu taratdimi huzurlangan onaning qalbi bu. Va mening balamning u necha kun bo'lgan tarat qilmagan, tarat qilib berdi deb xo'shalab ketdi bu ona. Xuddi uyga bir atir chechib, uyning havosi boshqadan mizlik bo'lib ketgandek huzurlanib ketdi. Chunki bu onaning qalbi. Shuning uchun dadalarmi o'zining balasi tunji qitim dada deganda har bir dada deb ingaklarini boshlarini silg'a vaqtida bu boshqacha bir huzur, halovat huzurlandi. Balları cho'ng bo'lib qo'ldagi xizmatni elib, voy dada deb qizlar bir piyola choy akilib, osh etib bersa, xuddi butun olam shuningdek xushhol bo'ladi. Shuning uchun insonlarda bir nasl qoldirish, avlod qoldirish istiki bilan to'y qildi. Bu biz asl ish. Lekin mening demoqchi bo'lganim bu yerda mushu turtki bilan to'y qilgan qiz yigitlar mushu orzusiga erishamay qolsa, o'zini bir baxtsizlik his qilib qoldi. Shuning uchun agar yigitlarimiz to'y qilgan chog'da men to'y qildim, men balliq olmoqchi, lekin 5 yildan keyin 10 yildan keyin deb balliq bo'g'is bor ayollarga shart qo'ysak bo'lmaydi. Shundaqla ayollarimizmi to'y qilgan vaqtida bu to'y qilgan yigit mushtaq ko'p balaliq bo'lishni orzu qildigan bir yigitga tekkan bo'lsak, bu yigitning orzuni amalga oshirmasak, oilada bir xil bu yigit o'zining orzusi amalga oshmaganligini ko'rgandan keyin xolamay bu yerdan putoq chiqarib, bu yerdan tuxumdan tukundirib, uyda bir xotirjamsizlik paydo qildi. Balki qaytadan o'linish yoki ajrashib ketishdak ehtimollar kelib chiqadi. Shuning uchun har bir taraf o'zininki hamrohining mushu maqsadda to'y qilganligini bilsa, buningga hurmat qilib, buni tushunish kerak. Dinimizmi avlodlarning ko'p bo'lishini qo'llaydi, avlodlarni ko'p qoldirib, naslni ko'p qoldirib, yaxshi tarbiyalab, shu orqali jamiyatimizni gullantirish, Muhammad alayhisolamning ummatini ko'paytirishga hassa qo'shish dinimizning targ'iboti bu. Shuning uchun dinimizda tug'ut cheklash harom qilingan.
O sebepsiz bir devlette siyaset çıkarıp tuğutni çekilisi bulmaydı. Ama dinimizde tuğutni ma'lum derecede retkisilish buludu. Mesela ayollar kasallik yoki ba'zi turmush hatta qulaysizlik, masalan ya ayol o'qiydi ya er o'qiydi yoki balla kichik majatda oldidan mutabaqa qilib rad qisasi bo'ladi. Ammo yoki er bo'lsin yoki ayol bo'lsin bir-biriga balliq bo'lmaslik shartini qo'yish dinimizda to'g'ri emas. Chunki insonning asli vujudida balliq bo'lish ehtiyoji bor. Endi bu yerda bizning bilmoqchi bo'lgan maqsadimiz shu. Ya'ni siz to'y qilgan yigitning to'y qilishiga turtki bo'lgan narsa ko'p balliq qilishgan yoki qizninki to'y qilish turtki qilish maqsad bir avlod qoldirib bir necha avlod qilish ekan. Bunda chaqda siz shuning bilan to'y qilsangiz, shuning rozi bo'lib shu turtkisini bilib to'y qilgan bo'lsangiz yoki to'y qilib bo'lgandan keyin shu tarafning shu orzusi borligini bilsangiz, shuning hurmat qilib bu oilani baxtli, saodat bilan xotirjam, ittifoq oila bo'lish uchun shu nuqtaga hurmat qiling ve şu to'y qilish turtib bo'lgan muddao nishonning hosil bo'lishiga siz sharoit yaratib bering demoqchi qarindoshlar. Qiz yigitlarimizning to'y qilinishiga, uylanishiga turtib qiladigan 5-omil bo'lsa, psixikalik bir turtga qarindoshlar. İnson psixikasi bir turtki va shu turtki sababli to'y qiladi. Biz nimani maqsad qilmoqchi bu psixikalik turtga deganda, birinchisi muhabbat. İnson söýüşke, söýülüşke muhtoj. Nima uchun? İnson nimidan iborat? Mana bu badandan, aqldan, qalbdan iborat. Badanning ehtiyoji nima? Yemek, içmek. Aqlning ehtiyoji nima? Ilm, ma'rifat. Qalbning ehtiyoji nima? Söýüş va söýülish qarindoshlar. Şunun için bir insan öz millet içinde söyleyişini yaxşı görürdü. Özünün etrafındaki kişilerinin içinde süyümlük buluşunu yaxşı görürdü. Dostlar içinde süyümlük buluşunu yaxşı görürdü. Aile içinde süyümlük buluşunu yaxşı görürdü. Bu insanda bulduğun tabii normal ahval. Endi biz mush masalaga mayli er bulayli, ayol bulayli, mana mushuningga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Bir oilani baxtli qildigan yoki baxtsizlik qildigan muhim nuqtadan biri. Nurg'un insonlar mushuni deb to'y qildi qarindoshlar. Bu insonningki bir muhabbatga muhtoj bo'lishi, tamoqqa, yemek, ichmakka muhtoj bo'lgandan bak muhtoj. Unda bo'lgandan keyin sizning eng yaxshi ko'radigan adamınız, eringiz bo'lishi, erlarning aldi bilan muhabbatimizni beradigan kishi ayol bo'lishi kerak. Hatta Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam o'zining eng yaxshi ko'radigan odami Oysha ekanligini butun xalq olamiga dedi. Amr ibn al-As radhiyallohu anhu Rasulullohni qashqilib, "Ya Rasululloh, siz hammadan kimni yaxshi ko'rlar?" debdi. "Men ayolim Oyshani yaxshi ko'raman" debdi. "Men ayollarni demadim, erlardan cho" debdi. "Hammadan Abu Bakrni yaxshi ko'raman" dedi qarindoshlar. Şun Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizlerinin biringlar bir adamni yaxshi ko'rsa men yaxshi ko'raman deb shu odamga bildirsin deydi. Shuning uchun ayollarga yaxshi ko'rsak, men seni yaxshi ko'raman desak, bu nima degan yaxshi ish? Ash Rasululloh siz kimni yaxshi ko'rlar degan vaqtda Oyshani yaxshi ko'raman dedi. Bu gapni Oyша onamiz anlaganda qanchalik naqadar xushal bo'lganligini bilamsizlar qarindoshlar. Shundaqla bizmi ayolimizning yaxshi ko'rganligini boshqalarning orasida ayolimizga desak, ayollarimizmi, erlarimizmi shuni desak, bu nihoyatda bir go'zal, yaxshi ish. Hamda ikkinchi shu psixikalik bir to'y qilish turtki bo'lgan masala qadrlanish qarindoshlar. Qadrlanish. Erler özünü qadrlaydigan ayollarni yaxshi ko'radi. Ağaçsınlarımız şunu bilinglar, bu hayotlikda bir oilani beqib, shu bir oilani xotirjam qilish uchun nihoyat tas, oson gap emas bu. Bu moddiy turmushmi nihoyat bir qiyinchilik. Bu erlar sirtda nurg'un jafolarni chekadi. Shulan endi bir uy kelsa,
bir issiq joyning tayini yo'q, bir tatlı gapning tayini yo'q. Uydagi u balang ani qildi, ma bola ani qildi, u oldi deb uy kelib bu erlarning texim bakka nervisini charchitib, qon besimini oshursak, er chuqum bu oildan chatoq chiqadi. Erlar qadrlashga muhtoj. Uy kelgandan keyin tatlı gap, chiroyli tomoq, o'xshagan tomoq, chiroyli gap, issiq yotqonga muhtoj qarindoshlar. Çünkü biz ailem cennetim devatımız. Şu aile cennet buluş gerek. Bu sırtta şu ailene bakımen, turmuşunu kamdaymen dep, tatmagan japan tatıp, anlamagan gapni anlap, kömegeni körüp, uy kirse, bu ayal nurgun det alam bimunç hikayeni yıkıp koygan, uy kirse ya bir ko'ngli qo'shamagan, sırtı japadatkan, mana ma'u bir içinişlik qil. Şundaqla ayallarni taqdirlashga, hurmatlanishga muhtoj. Chunki bir etdigandin kechgacha uyda o'ltirib baqing. Bu ayol tamoq etayotgan, uyini tozlayotgan, ballani beqiyotgan, kirjiyotgan. Oho, chidab turamaysiz, sabr qilamay uydan chiqsiz qarindishim. Oson ish emas. Shuningga erlarmi ayollarning bu xizmatini cho'qim taqdirlashga, hurmatlashga muhtoj. İkkili taraf bu mesele nihayet muhim buluş. Bu bir ailenin baxtli buluşidagi maxfiy şifr qarindoshlar. Hadi bazı ayollar yoki bazı erlar maş yolg'izlikdan qochib to'y qildi. Chunki qizlar bo'lsa otasi akalarimiz sirq chiqqan bu qiz uyda qolgan. Yigitlar bo'lsa normal, yeshi ma'lum bir yerga borgan chaqda o'zining bir yolg'iz qolganligini, bir sirdoshga, bir hamrohga muhtoj bo'lganini his qiladigan tabiiy bir normal ahvol. Bu yigitlar biz shu maqsad to'y qildi. Ana bunday vaqtda yigitlar to'y qilib uzoq o'tmaylam shu uydan chiqib qolgan, uy xuddi bir yotoq yoki tomoq yeydigan oshxona, nega borsa ishim bor, chiqib qolgan soat 10-11 gacha uy kirmagan. Bunda bo'lgan ekan, bu uyda chuqum bir xil xolamay datalash paydo bo'ladi. Bu ailening vayron bo'lishini keltirib chiqadi. Ayollarimiz shundoq. To'ydan to'yga, choydan choyga, onasining uyiga ketib qolgan. Bir uy kirsa, talada yolg'iz, uy kirsa uningdan yolg'iz, shundan asta boshqa yerga o'zini to'g'rilaydi. Yoki bu yolg'izlikni boshqa bu tapamagan hamrohidan tapamagan bu unsi ulfatni sirtin izlaydi, oildan mushunda chatoq chiqadi qarindoshlar. Shuning uchun bu masalaga mo diqqat qilish kerak. Qiz yigitlarimizning to'y qilishiga turtki bo'lgan 6-turtki bo'lsa, g'ayri normal turtki qarindoshlar. Bundaq deyishimiz ba'zilar normal bo'lmagan bir turtki ostida to'y qiladi. Endi bu turtkilar mayli qizda mayli yigiti bo'lsa, buni darhol o'ngshash kerak. Shularning birisi ba'zilar pul molni maqsad qilib to'y qiladi. Ya'ni bu adam bu yigitning puli jeqkan. Bu yigitninki dadisi boy ekan, oilasi boy ekan deb to'y qiladi. Bu yaxshi emas. Chunki Rasululloh "Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwiju" dedi. Sizning qizlaringning qishiga axloqi yaxshi, dindor, iymonli odamga to'y qilinglar dedi. Chunki pul ketadi. Boylik ketadi. U boylik bir odamda turaveradigan ish bo'lib qolsa, yeni bir odam qanday boy bo'ladi? Pul degan uningdan buningga yutkilib turdi qarindoshlar. Shuning uchun pulni deb to'y qilsak, bu oilada barkat bo'lmaydi. Bu oilada muhabbat bo'lmaydi. Ay pulni deb takkan xonim og'iz bunuga to'ydi qarindoshlar. Men bir kishi maslahat so'rab keldi ustozdan. Mushundoq bir pulliq bir yosh qizimni so'rab kelibdi. Qanday qilsam bo'ladi ekan? Ustoz bunga javob berdi. Men sana Peygamber sallam nasihatini qilaman. Agar dindor bo'lsa, axloqli bo'lsa, bo'lmas bermadi ekan, bu dada uni deb bunda pulni deb bu qizni berib qo'ydi. Saq 17 kundan keyin xatini berdi qarindoshlar. 17 kun xotin qilib xatini berdi. Chunki bechora pulni tamoq qildi, puldan asli yo'q, qizni 17 kundan keyin tashladi taloga chiqib. Bunda ishlajaq. Biz
nurg'un qiz o'quvchilarga nasihat qildik. Pulni deb tagidi, ani ay pulga zodi bun qulig'i to'yib, tillab har xil haqoratlar bilan maynatgan, osh etanmaydigan, tomoq etanmaydigan deb ko'chaga chiqib tashlayotgan qizlarni biz bilamiz qarindoshlarimiz. Shuning uchun bir qizni mo'misi shunda chiroyli, shunda axloqli, shunda dindor qizni bir odamga berdi. Pul debla bergan aniq, chunki u odam amaliyotda tuzuk mang'amaydigan bir odam. Qanday qildi desa, to'y qilib bir bola qo'yganda eri o'ldi. Pulning hammasi qanas besib yotdi. O qizga bir mo'cham berdi, bechora qiz talada qoldi. Pulni deb to'y qilish hech qanday bir erga, hech qanday bir ayolga yarashadigan ish emas. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mush dinni, axloqni o'lcham qilishga bizga buyurgan. Shundaqla ba'zi yigitlarimiz pul va ayolni deb to'y qildi. Maqsad pulda. Shuni bilan pul bo'lgan ekan, bu ayolni tanlamay, pulni tanlaganlikdan bu oilada baxtlik bo'lmaydi. Chunki hayotlik pulli emas, moddiy emas, ma yurak, qalb, ma'naviy bir narsa bor odamda. U to'yilmasa inson mumkin emas, baxtlik bo'lmaydi. Mana mushundaq mushunda deb olgan erlar mangu baxtli bo'lmaysa, mushundaq maqsad sinib qolgan ayollar u sini yaxshi ko'rmaydi, pulni yaxshi ko'radi, pul degandan keyin sanatni ko'choq tashlaydi. Ba'zilar mushu obro'yliq oilaning qizini elib o'zini obro'ylik qilishga berildiganlar bor. Ya'ni uning nasibini yoki o mashhur odamning qizlarini elib mashhur bo'lsa, bu mu xato bir to'y qilishdagi xato muddao qarindoshlar. Men bir xabarda o'qib qoldim. Mushu arab davlatlarida bir to'y mark o'tkazadigan bir 5 yulduzli mehmonxona bor ekan. Bu mehmonxonada taxminan 6 oy ichida 17 odam to'y qilibdi. Ana bu yer to'y qilish uchun million qo'ylab pul xarjlash to'g'ri keldi ekan. Shundan 6 oy ichida to'y qilgan 17 oilani 6 oydan keyin bu mehmonxona bularga tabrik xat avatadigan bir nemisi bor ekanda, faoliyat bor ekan. 6 oydan keyin tabrik xati avatil deb telefon etsa 17 oiladan 13 ajrashib bo'lgan. Hammasi shu bir-birdan nochi, bir-birdan boy, bir-birdan mashhur odamlar, lekin 13 ajrashib bo'lgan. Shuning uchun chuqum din, axloq eng muhim o'lchamlarning biri. Hamda ba'zilar ayolining ochchig'ini keltirish uchun xotun oladi. Yani ayolni jazolash, ochchig'ini keltirish, ichini tushirman deb xotun oldiganlar bor. Mana bundaq odamga har qanday qiz tegmaslik kerak. Chunki kunlarni o'tish bilan ikkisi qamlashib qolsa, sizni qo'g'laydi. Mana mushundaq to'y qilishga turtqilgan omil birinchisi diniy turtga, ikkinchisi ijtimoiy turtga, uchinchisi jinsiy turtga, to'rtinchisi nasl qoldirish turtkisi, beshinchisi psixikalik turtga. Mushning hamma turtkilar sog'lom turtga. Insonlar mash turtkisining qaysi bir turtkilan to'y qilsa bo'ladi qarindoshlar. Ammo bu turtkini mayli qiz bo'lsin, qarshi tarafning to'y qilish turtkisini bilib, shu turtkining hosil bo'lishiga muhit yaratish kerak, shuni o'tirish kerak. Ammo 6-turtkidan to'y qilib qolganlarning oilasi %100 bu diniy ta'limotga, Qur'on hadisga uyg'un emas. Hem bu aileler herkesin baxtli bo'lmaydi, bu aileler vayron bo'ladi, bu ailede bu qolgan bolalar yetim bo'ldi. Shuning uchun bu 6-xildagi bo'lmag'or turtkilar aslida to'y qilmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizga baxtman, saodatli oilalarni bersin. Alloh anglaganlarimizdan foydalanishni nasib qilsin. Anglaganlarimizga amal qilishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.